uchinchi renessans yuragiga ruh baxsh etayotgan yoshlar ichida bir yulduz bor. U Muxlisa va allaqachon jamiyatda o'zini topgan. Qahramonimiz Andijon davlat pedagogika instituti talabasi bo'lish bilan birga sportga ham, volontyorlikka ham vaqt topadi. Chunki u bu harakatni chin yurakdan istagani uchun ham asosiy missiyasiga aylantirgan. Muxlisa, hozir sizga bitta savol beraman. Shu bahonada ichki intuitsiyamni qanchalik to'g'ri ishlashini tekshirib olaman, analiz qilib olaman. Nazarimda maktabda yaxshi o'qimagan qizga o'xshab ko'rinyapsiz, lekin hayotingizda bitta juda katta tub burilishi bo'lgan u, hayotingiz umuman boshqa tarafga, yaxshi tarafga o'zgarib ketgan. To'g'ri, maktabda a'lo baholarga o'qigan, biz tilimizda aytganda maktabda a'lochi oldi qizlardan bo'lmaganman, lekin ijtimoiy faollikda tengi bo'lmagan men bilan. 4-sinfga qadar rus sinf ta'lim olganman. Shu sababdan uyimizda, oilamizda hamma rus tilini to'liq bilmaganligi sababli ozgina o'zlashtirishim qiyin bo'lgan. Keyin kattalar tarafga o'tib o'zimga oldimga bitta maqsad qo'yganman, ya'ni ilm olish, ilmning orqasidan ketish menga emas ekan, men o'z kelajagimni boshqa yo'nalishda, ya'ni sport sohasida ko'rar ekanman deb turib, o'zim qiziqish bo'lganmi? Shaddod qiz bo'lganmisiz? Shaddod sportchi qiz bo'lganman. Shu sababdan sportni aynan taekvondo o'tab turini tanlaganman. Xarakterim, oilada 3 ta qizmiz, ikkinchi farzandman. Opam va singlimga nisbatan xarakterim qiz bolalarga emas, aynan o'g'il bolacharoq bo'lganligi sababli bilmadim. Meni kelajagim ham aynan sportni ko'rganligi uchun, hattoki onamlar qolib, dadamlar har safar musobaqalarimda podдержка deymiz, qo'llab-quvvatlashga borardi. Shu sababdan men o'zimni kelajagimni bilmadim, sport bilan ko'rganman. Ilk bora sportga, ya'ni o'sha shug'ullanadigan joyimizga kirganimizda, demak, o'zimni qanaqadir komfort his qilganman va davom ettirganman. Shu sababdan o'rnim shu yerda ekan degansiz, topgansiz shu yerda deb o'ylaganman. Shu sababdan hozirgi kunga qadar ko'plab muvaffaqiyatlarga erishdim. Aynan sportning taekvondo o'rta turi bo'yicha 2 karra Osiyo va O'zbekiston chempion bo'lishga muvaffaq bo'ldim va aynan bugun mana shu dargohda, oliy ta'lim dargohida o'qib turishimga ham aynan shu sabab bo'lgan desam juda ham mubolag'a bo'lmaydi. Xuddi shunday. Sport sardori bo'lgandan so'ng maktabimizga O'zbekiston yoshlar ittifoqidan vakillar kelgan, targ'ibot ishlari olib borilgan. Sardor sifatida takliflar tushgan. Men sardor sifatida o'zimni ko'rganligim uchun ijtimoiy faollikda ham faol qiz bo'lganman va o'zimni sardor sifatida sinab ko'rganman. Dastlab maktab sardori, tuman, shahar sardori, viloyat sardori sifatida o'zim faoliyatimni yuritib, Vazirlar Mahkamasining 914-sonli qaroriga asosan oliy ta'lim muassasasiga davlat grant asosida muddatidan oldin talabalik baxtiga muyassar bo'lganman va shundan so'ng bitta narsani juda ham tushunib yetganmanki, agar inson o'zini hayotida o'zini qayerda to'g'ri komfort his qila olishini va o'zini kelajagini qayerda to'g'ri ko'ra olsa, demak, o'sha joy insonni joyi deb o'ylayman. Ya'ni men o'zim joyim dastlab aynan kitoblar orasida emas, balki sport sohasida, undan so'ng ijtimoiy faol yosh sifatida ko'rganligim uchun ham bugungi kunda mamlakatimizda yaratilayotgan bir qator imkoniyatlardan foydalanib kelayotgan yosh sifatida tan olaman. Faqat a'lochi qizlargina yuksaladi, maktabda faqat 5 bahoga o'qiganigina kelajagi porloq bo'ladi degan qarash, stereotiplar noto'g'ri ekanligini yechgan bitta qizsiz. Chunki O'zbekistonda sport sohasida ham, ekovolontyor sifatida ham rivojlanishga imkoniyat borligini ko'rdingiz. Juda ham to'g'ri. Mamlakatimizda qaysi yosh qanaqa sohada, qaysi yo'lda o'zini ko'rsataman, meni iqtidorim bor desa, hamma imkoniyat to'laqonli yaratilgan. Shunchaki o'sha inson o'sha imkoniyatlardan to'g'ri foydalana bilish va to'g'ri joyini o'zi uchun tanlay bilish kerak xolos. Hamma mamlakatimizda hamma imkoniyat bor. Kitobxonlikni oladigan bo'lsak, mamlakatimizda oddiygina kitob o'qib, elektromobil yutib olish bu juda ham katta imkoniyat. Buni hattoki boshqa mamlakatdagi o'sha rivojlangan mamlakat yoshlari bilan, masalan, volontyor sifatida aloqamiz bor, do'stlik rishtalarimiz bog'langan. Aytib berganimda hattoki havas ko'zi bilan qaradi. Nahotki shunchaki kitob o'qib, mashina yutib olish bu juda ham katta imkoniyat degani. Olaylik sport sohasida ham shunchaki bir o'zini ko'rsatgan qiz bola degan qo'shtiroq ichidagi gaplarga qaramasdan, seni joying sportda emas, o'sha shug'ullanib qaytayotganimdagi, shug'ullanishga ketayotganimdagi jarayonlarda o'sha atrofimdagilar, do'stlarim, senga nima foyda, qanaqa natijaga erishasan, oxiri yo'q bu narsani deganini eshitganda, har bitta shu gaplarni eshitganimda oldimga yana ham katta maqsadim kattalashardi. Ya'ni men o'zimni kuchimni, o'zimni kuchliligimni menga ishonmaganlardan olganman desa ham juda ham to'g'ri bo'ladi. Qoyil. Bugun jamiyatda eng katta muammolardan biri insonning o'z kasbini topa olmasligi. Agar o'z yo'lini to'g'ri qo'ya olmagan yoshlar ko'payaversa, jamiyat o'z yo'lidan adashadi degan ibora shunchaki gap emas. Bu hayot haqiqati. Chunki yurak nima bilan urishini bilmagan inson qanday qilib 3-renessans yuragini tirik ushlab tura oladi? Odam o'zini anglamasa, no'noq, haminqadar
kadrlardan noliyveramiz. Ammo o'z qiziqishi, qobiliyatini tushungan inson kuchli, foydali potensialga aylanishi mumkin. Aynan shuning uchun ham maktabda bolaning ichki chaqnashini, qaysi sohada yonishini anglash muhim. Muxlisa Karimovaga esa o'z yuragining urishini eshitishga yo'l qo'yib berilgan. Sport deganda ko'pchilik bu erkak ishi degan sarqitga ishonadi. Muxlisa esa bunday qarashlarga befarq bo'lib ulg'aydi. Chunki u o'zini tinglashni tanladi. Talabaning intilishlari, o'zlikka sodiqlik harakati. Bu tanlovlar, bu qarorlar, bu maqsadlar faqat Muxlisani emas, butun jamiyatni yetaklaydi. Chunki u endi nafaqat o'z orzulari uchun, balki yurti uchun ham yashashga o'rgandi. Volontyor sifatida ko'p faoliyat olib boraman. Volontyorlarim bilan ko'plab xayr ishlarni amalga oshiramiz. Betob bo'lib qolgan odamlarning oldiga boramiz. Ularning oldiga borib, siz kasalsiz deya olmaymiz. Albatta, u payt o'zgarishimiz kerak. Ya'ni siz yaxshi bo'lib ketasiz deb motivatsiya beramiz. Jamiyatdagi rolimizni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni men shundayman, meni boricha qabul qilishing kerak degan narsa bu tushuncha noto'g'ri deb o'ylayman. Shunchaki o'sha qilayotgan vaziyatdan kelib chiqib, joyidan kelib chiqib, zamon makon tanlaydi, o'zgarishimiz kerak deb o'ylayman. Sport bilan ijtimoiy faol sifatida, ya'ni ko'ngilli sifatida volontyorlik faoliyatingiz qanday bog'langan? Chunki sportchilar bir kesar, faqat maqsad yo'lida harakatlarni ortida baribir moddiy manfaatdorlik turadi. Volontyorlik esa tekinga xizmat qiladigan soha. Qanaqa qilib ikkita qutbni bitta nuqtada ko'rish mumkin? Juda ham to'g'ri savol. Chunki bu savolni birinchi marta eshitib turganim yo'q. Juda ham ko'p eshitaman atrofdagilardan. Nahotki sen sportchisan, sen tashqi ko'rinishing, tashqi imijingdan sportchiga o'xshamaysan degan gaplarni ko'p eshitaman. Shu bilan birga xarakter nuqtai nazaridan ham tubdan farq qilaman sportchi qizlarni. Chunki bizda oilada oilamiz shunaqa. Oilamizdan o'shanaqa volontyorlik muhiti, volontyorlik, sardorlik odatlari an'ana bo'lib rivojlangan. Ya'ni dastlab opam bo'lgan, undan so'ng o'sha volontyorlik, sardorlik an'analari hammasi menga o'tgan desam bo'ladi. Chunki oilamizda doim hech qachon bizga bitta sen qiz bolasan, sen bunaqa qilishing kerak, bu narsa mumkin emas degan cheklar hech qachon qo'yilmagan. Hattoki o'g'il bola sinfdoshlarimdan, o'g'il bola do'stlarimdan ko'ra bizga imkoniyat ko'proq yaratib bergan. Shunchaki bizdan bitta narsa talab etilardiki, o'sha berilayotgan imkoniyat va sharoitlardan to'g'ri foydalana olish. O'ylaymanki, bugungi kunda o'sha imkoniyatlarga, sharoitlarga men o'zim muvaffaqiyatlarim bilan javob berib kelyapman. Hozirgi kunda maqsadim yana bittaga ko'paygan, sababi opam muhtaram prezidentimiz shaxsan o'zlaridan kelajak bunyodkor medalini qabul qilib olganlar. Xudo xohlasa men ham aynan shu nomga, shu muvaffaqiyatga erishish yo'lida harakat qilyapman. Dastlab sportchi qiz bo'ldim, undan so'ng sardor sifatida saylandim. Ana endi hozir oliy ta'limga kirgandan keyin beixtiyor sardor sifatida faoliyatim tugatildi, lekin aynan shu 6 yillik sardorlik faoliyatim sababli o'sha ta'kidlab o'tganimdek oliy ta'lim muassasasiga davlat granti asosida qabul qilindim. Mana endi esa faoliyatimni bo'sh vaqtimni mazmunli o'tkazish maqsadida nafaqat o'zimni bo'sh vaqtim, balki o'sha atrofimdagilarni ham vaqtini mazmunli o'tkazishga amaliy yordam berish maqsadida bugun volontyorlik sohasidaman. Demak, volontyor o'zi kim degan savol tug'iladi. Volontyor bu beixtiyor manfaatlarsiz, umuman moddiy manfaatlarsiz shunchaki faoliyat olib boradigan shaxs hisoblanadi. Ya'ni bugun biz volontyor sifatida nima ishlar qilyapmiz? Xayriya loyihalarimiz oladigan bo'lsak, xayriya loyihamiz doirasida ko'plab insonlarga o'sha hadyalar berdik, sovg'alar berdik. Ulardagi quvonch, ulardagi emotsiya, reaksiyani ko'rib juda ham men bitta narsani tushundimki, to'g'ri yo'ldaman. Ya'ni o'sha faoliyatim yuzasidan ham odamlarni xursand qilyapman, ham bo'sh vaqtimni va atrofimdagilarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga qaysidir ma'noda xizmat qilyapman deb o'yladim. Nima uchun oylik bermaydigan, beminnat xizmat qiladigan volontyorlik yo'lidasiz va jamoangizni ham nima uchun aynan siz yoningizda? Oramizda aynan bir kursning egalari bor, volontyor sifatida faoliyat olib borayotgan. Oramizda shunday bir davlat xodimlari bor. Ularning hammasi volontyor sifatida, ya'ni volontyorlikning o'zi bir oltin qoidasi bor. 3 ta oltin qoidasi bor. Birinchisi o'ziga zarar yetkazmaslik, birinchi navbatda o'zini hayotini to'g'ri qo'yib olishlik va o'zgalarga zarar yetkazmaslik. Ya'ni birinchi navbatda o'zimizga zarar yetkazmagan holatda biz qolganlarga yordam beramiz. Ya'ni bo'sh vaqtimizda. Volontyorlik hech qanday narsa talab etmaydi. Bo'sh vaqtda kelib yordam beradi. Demoqchimanki, volontyorlik hech qanaqa bizni daromadli ish olib keladigan sohamizga ham xalaqit qilmaydi. Ta'lim dargohlarida o'qishimizga ham zarar bermaydi. Hattoki uyimizdagi ota-onamizni yumushlarini bajarishdan bo'sh vaqtimizda ushbu yumush bilan shug'ullanamiz. Odamlarning ko'nglini olib, ish yo'llaringiz ochilganligini sezganmisizlar jamoangiz bilan? Albatta. Bu narsani nafaqat men, balki har bitta jamoaga qo'shilgan yoshlar biladi.
Bugun Muxlisa Yoshlar ishlari agentligi qoshidagi volontyorlar sardori. Umid nuri erkin volontyorlik harakati orqali jamiyatga befarq bo'lmagan, yuragida ijtimoiy yordamga muhtojlarga beminnat qo'lini cho'zishga tayyor tengdoshlarini birlashtirdi. Muxlisa va uning jamoasi uchun tabiat bu insonga omonat. Kimdir tashlab ketilgan chiqindilarni ko'rganlarida men tozalaymanmi degan kibrli savol emas, biz buni hal qilamiz degan daxldorlik uyg'ongan ularda. Biz yoshlar ekologiyani asrashga mas'ulmiz. Yaqinda Umid Nur erkin volontyorlik harakatimiz ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Start berdik. Ya'ni biz yangi volontyorlarni chorlab qolamiz degan gaplarni aytganimizda har bittadan so'rovnoma o'tkazdik. Ya'ni nima sababdan volontyor bo'lmoqchimisiz? Har bittasini so'zida so'rovnomasida bizga bergan anketasida bitta narsa yozilgan. O'sha insonlarga yordam berish, nafaqat o'zimga, balki o'zim orqali qolganlarni ham bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, qanaqadir yaxshilik qilish degan to'ldirib juda ham to'g'risi xursand bo'ldim va oldiga qo'ygan maqsadlarimda yana bir karra osh desam to'g'ri bo'ladi. 3-Renessans poydevorini qurishda yoshlarimizni, xususan boshqa kasb egalari bilan bir qatorda volontyorlarimiz ham o'rni ham katta deb bilaman. Sababi ular haqiqiy vatanparvarlar deb aytsak bo'ladi. Sababi ularni hech qanday ta'kidlab o'tgandek manfaatlarsiz ish qiladi. Ular shunchaki o'sha birgina rahmat degan so'z uchun hattoki yetarli shu. Juda ham rahmat deb turib ko'zi yonib turadi-da. Rahmat deb chin dildan aytilgan rahmat uchun biz hamma narsa qilamiz. Ularga yordam beramiz. Hattoki shunday ishlar bo'ladi, mamlakatimizdagi yaratilgan imkoniyatlarni ayrim yoshlar bilmaydi. Qaysi ma'nodaki o'sha mamlakatimizda yoshlar daftaridagi yoshlarimizni kontrakt summalar to'lab berilishi va qandaydir bir martalik yordam pullari taqdim etiladi. Lekin bularni yetib bormagan joylar bor. Yoshlarimiz bilmaydi. Lekin aynan shu narsani biz hech narsa qilmaymiz. Biz mamlakatimizda yaratilgan imkoniyatlarni o'sha bilmagan yoshlarga yetkazamiz. Vatanparvar ham bo'lasiz, mas'uliyatsizlar orasida. Xuddi shunday yetkazamiz. Xuddiki ular xursand bo'ladi, xuddiki o'sha summani biz to'lab bergandek bizga minnatdorchilik bildiradi. Yo'q, avvalambor mamlakatimizga yaratilgan imkoniyatga prezidentimizga rahmat deb aytamiz. Shunchaki xursand bo'laman, shu imkoniyatlarni yaratayotganini biz ularga yetkazyapmiz va o'sha imkoniyatdan to'g'ri insonlar foydalanishiga hissa qo'shayotganimizdan biz albatta xursand bo'lamiz. 3-Renessans yoshlarini qanday ko'rishni xohlagan bo'lardingiz? Aytaylik, qaysidir kamchiliklardan xoli bo'lishni istardingiz? 3-Renessans poydevorlarini, ya'ni yoshlarimizni birinchi navbatda o'zini vaqtlarini rejalashtirib olishni juda ham xohlagan bo'lardim. Ya'niki hozir globallashuv jarayonida o'sha mobil aloqalar, ijtimoiy tarmoqlarga mukkasidan ketish jarayonlari juda ham ko'p kuzatiladi. Chunki hozir 21-asr texnologiyalar asridamiz. Gadjetlardan foydalanmaslikning o'z iloji yo'q. Chunki har bitta sohani olaylik, har bittasida bevosita gadjetlarning aloqasi juda ham o'rni beqiyos deb olamiz. Shunchaki ulardan to'g'ri foydalana olish, birinchi navbatda o'sha ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri, oqilona va kerakli vaqtda foydalanish kerak deb o'ylayman va bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish kerak. Xohlasin kitob o'qisin, xohlasin sport bilan shug'ullansin, xohla olaylik tabiatdan bahramand bo'lsin. Lekin o'sha qaysidir ma'noda insonni o'zi uchun, kelajagi uchun, mamlakatning kelajagi uchun, foydasi uchun, o'sha ertasiga qanaqadir hissa qo'sha olish uchun foyda keltiradigan ish bilan shug'ullanish kerak. Bir so'z bilan aytganda, o'sha bo'sh vaqtini to'g'ri mazmunli tashkillashtirib olish kerak va e'tiborni shunga qaratish kerak deb o'ylayman. Juda ham ko'p ko'ramiz, afsuski, layoqatsiz insonlarni. Oddiy misol aytishimiz mumkin, ekologiyaga e'tiborsizlik bilan layoqatsizlikka qaraydigan beshafqat insonlarni ko'ramiz. Ya'ni o'zi iste'mol qilgan narsasini, chiqindisini yerga tashlaydi. Bu ham bir layoqatsizlikning bir turi hisoblanadi. Bugun mamlakatimizda nafaqat bizning mamlakatimiz, balki butun dunyoda bir global muammosiga aylanib turgan ekologiyamiz buzilishi, ekologiyadagi muammolar, bir qancha muammolar. Aynan volontyorlar ham ushbu sohada hozir juda ham ko'p ishlar olib boryapti. Olaylik, bloginglar, eko aksiyalar ham eko volontyorlarni ushbu loyihalarda o'rni juda ham katta deb bilaman. Chunki oddiy misol, agar oddiy olaylik, bitta salafanni yerga tashlaydigan bo'lsak, uni chirish uchun 300 yildan ortiq ko'p vaqt ketadi-da. Agar o'sha narsani biz kerakli joyga tashlasak, o'sha qaysidir ma'noda o'zimizni chiqindimiz o'zimiz masalan yig'ib yursak, ekologiyamiz birinchi navbatda toza turadi, bir qancha muammolar kelib chiqmaydi va albatta mamlakatimizda 3-Renessansni barpo etishimizga qaysidir ma'noda o'zimizdan boshlab hissa qo'shgan bo'lamiz deb o'ylayman. Ekologiyamizni himoya qilishni, chiqindilardan to'g'ri joyga tashlashimizni biz oilaviy qadriyat sifatida qarashimiz kerak. Qachonki biz shu narsani oilamizga tatbiq etsak, shundagina ijtimoiy o'sha ekologik barqarorlikka erishamiz deb o'ylayman. Birovlar uloqtirib ketgan chiqindini tozalaymanmi degan kibrni sindirish uchun odam qanchalik hokisor bo'lish kerak va jamoangizda bunaqangi yuqori pozitsiyani qanday qilib shakllantira olgansiz? Biz loyihalarni juda ham bir boshqacha tarzda o'tkazamiz. Ya'ni kim ko'p chiqindi yig'sa,
o'sha inson yutuq hisoblanadi. Ya'ni jamoalarga bo'linamiz, hattoki biz xursand bo'lamiz. Meni jamoam ko'p chiqindi to'pladi. Biz chiqindilarni qidirib yuramiz. Hattoki demoqchimanki, haqiqiy volontyor o'zi bir so'z volontyor, vatanparvar ikkalasi bir yonma-yon turadigan shaxs narsalarda olishimiz kerak. Agar vatanparvar bo'lmasa, volontyor bo'la olmaydi. Nima sababdan? Shunchaki oddiy misol opa singil hozir jigarlarni oladigan bo'lsak, u narsani olib kelib ber desak, men nimaga olib kelishim kerak? O'zing olib kel degan narsani juda ham ko'p guvohi bo'lamiz. Kibr borda. Buni sindirish uchun birinchi navbatda odam o'zidan ichki menini rivojlantirish kerak, ichki menini tarbiyalab borish kerak deb o'ylayman. Bir narsani qayta-qayta takrorlayversa, odamning ongiga singib qoladi. Odatga ham aylanadi. Odatga aylanib qoladi. O'zimiz xohlaymizmi, yo'qmi o'sha narsani bajarishga odatlanib qolamiz. Jamoa bo'lib chiqindi tozalaysizmi deganlarga duch kelganmisiz? Va nima uchun o'shalarni salbiy fikrlari sizni harakatingizdan qaytara olmagan? Bunaqa holatlar o'sha yoshligimizda juda ham ko'p takrorlanardi. Yosh bo'lganmiz, kichkinaligimizda maktab o'quvchiligi vaqtimda ayniqsa sinfdoshlarimdan, parallel sinfdoshlarimdan bu kim desa, anu chiqindi yig'ib yuradigan muxlisachi degan gaplarni ko'p eshitardim-da. Yo'q. Maktabdan shakllangan bu odat. Aslida men ularga rahmim kelardi. Qanday bilmaysan shu narsani, shuncha imkoniyat. Agar biz shu narsani masalan, men o'zimni o'sha volontyorlar davrasida, volontyorlar oilasida o'zim komfort his qilaman, qulay his qilaman. Chunki dunyoga to'g'ri keladi, fikrlashimga to'g'ri keladi. Hattoki men ularni harakat qilganman o'zimni jamoamga qo'shishga. Senlaganlarni borib sizlashga, sen deb murojaat qilganlarga keling, siz deb gapirishga harakat qilganman va bu natijaga erishganman. Chunki odam tengdoshga tamoyil asosida juda ham ko'p ish ko'ramiz. Volontyorlarim juda ham ko'p qismi o'zimdan kattalar va tengqurlarim, o'zimdan kichkina volontyor juda ham kam. Chunki o'sha o'zimizdan kichkina odamlarning gapiga uncha quloq solmaymiz. O'zimizdan katta odamlarning gapi o'tib ketadi. Chunki bizdan hayotni ko'proq ko'rgan, ular biladi degan narsa psixologiyamizga o'rnashib qoladi. Mana shu volontyorlar jamoasini shakllantirishni boshlaganingizda ularni soni qancha edi va ko'ngillilar safini hozirda qanchaga yetkaza oldingiz? Umid Nur erkin volontyorlik va harakatining 2-mavsumini boshlashdan oldin rolik olganmiz. Ya'ni barcha volontyorlarimizni bir jamoa sifatida shakllantirish uchun chorlab qolamiz deb sentyabr oyida videoni joylagan ijtimoiy tarmoqlarda dastlabki 2 haftalarda bizga hech qanaqa murojaat kelib tushmagan. Juda ham xafa bo'lganman. Qanaqa endi hech kim e'tibor bermayapti ekan, demak jamiyatda volontyorlar kerak emas, qiziq emas ekan degan shokka tushib qolgan desa ham bo'ladi. Chunki meni bu videorolikni olib joylashdan oldin katta maqsadlarim bor edi. Hozir juda ko'payib ketadi. Hattoki o'zimga yordamchilar olganman. Agar ko'payib ketib qolsa yordam berasan ularni qabul qilishda deb. Yo'q. Juda ham ranjitgan shu 2 hafta, dastlabki 2 hafta. Undan so'ng biz jamoamizni ko'proq videolar, ko'proq roliklar, o'sha qilayotgan ishlarimizni ko'rsatdik ularga. Ha, demak, u mamlaqa ekanda. O'sha aynan volontyorlik sohasida muvaffaqiyatga erishgan yoshlarimizni namuna sifatida ko'rsatdik. Ularni ko'rsatgandan keyin men ham aynan shunday bo'laman. Bugun yoshlarimiz orasida bitta juda ham kuchayib ketgan taqlid, ya'ni taqlid juda ham kuchayib ketgan. Qaydagi bir olaylik ommaviy madaniyat kushandasida bo'lgan yomon g'oyalarga muxlislik qilib, taqlid qilgandan ko'ra o'sha muvaffaqiyatga erishgan, mamlakatimizni bayrog'ini ko'klarga ko'targan, prezidentimiz shaxsan o'zlaridan qanaqadir davlat mukofotlarini qabul qilgan yoshlarimizni biz volontyor sifatida ko'rsatdik. Ular juda ham rozi bo'lishdi. Albatta biz volontyor sifatida, biz volontyorimiz aslida, vatanparvarimiz deb turib, hammasi jamoamizga qo'shildi. Shu tariqa hammasini qo'shdik va oxirgi 5 oy davom etgan bo'lsa bizning qabulimiz juda ham cho'zildi. Nimagaki ularni hammasini qabul qilib olsak, qanday qilib ochamiz degan narsa bizni cho'chitdi. Shu sababdan cho'zilib targ'ibotning yo'nalishini keyinchalik to'g'ri tanladingiz. Keyin tanladik. O'ylagandikki biz shunchaki chiqaman, hammani chaqiraman, qo'shiladi deb o'ylagandim. Yo'q, hozir o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi kontentlar deymizmi, o'sha trendlardan to'g'ri foydalana bilishimiz kerak. Biz trenddan, o'sha ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydalana oldik va bildik, yo'nalishimizni to'g'ri tanlab oldik va biz hozir boshlang'ichiga masalan 10 ta 15 ta volontyorlar ariza topshirishdi. Volontyor bo'lmoqchiman degan xohishlarini bildirdi. Keyinchalik o'sha ochilish kuniga kelganimizda hattoki ro'yxatdan o'tmagan volontyorlarni ham qabul qildik-da. Chunki biz ularga moslab statuetkalar, o'sha bejiklar, diplomlar tayyorlagandikligi soni ko'payib ketkiza olmay qoldik. Biz xursand bo'ldik. Biz xursandmiz. Hozir ularning soni 100 dan ortiq. Va viloyatimizda har bitta burchagida bor. Maktablarimizda, tumanlardan ham keladi hattoki. Senga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Kelib ketishda muammo bo'lmayaptimi? Desa, yo'q deydi. Kelaman, meni ajratmanglar, men kelishim kerak degan narsani bildiradi. Men xursand bo'laman. Ba'zida qo'rqib ketaman, shuncha odamni qanday boshqara olaman ekan deb qo'rqaman. Yo'q, ular o'zini o'zi boshqaradi. Ular volontyor.
men shunchaki qanaqadir vazifa keraklar, shu narsani bajarishimiz kerak degan narsani ilgari suraman. Ular mendan oldin takliflar bildirishadi, tashabbuslar bilan chiqadi. Mana qanaqa qilsak-chi? Ana aytadiki, bitta kalla yaxshi, ikkita undan yaxshi. Biz bitta jamoa bo'lib juda ham ko'p loyihalarni amalga oshirib kelmoqdamiz hozir. Muxlisa boshqacha yashaydi. Shu boshqachalik uni yilning eng faol targ'ibotchi talabasi maqomiga ko'tardi. Qahramonimiz o'ziga o'zi talab qo'yadi. Oldiga rejalaganlariga faqat aql emas, yurakni ham sherik etgan. Liderlikni nimasi yaxshi, nimasi yomon? Liderlikni aslida hamma narsasi yaxshi deb o'ylayman, lekin ko'p haligi qo'shtiroq ishdagi gaplar bor-ku, aqlli degan ibora bor. Shu aqllida bu hammani o'qib yuradi degan gaplarga to'g'risi boshda xafa bo'lardim. Hozir e'tibor bermay qo'yganman, chunki hozirgi kunda unaqa odam 10 tadan bitta ikkita chiqadi xolos. Qolgan hammasi lider odamga hamma ergashadi agar to'g'ri lider bo'lsak. To'g'rilikka yetaklasak, yaxshilikka yetaklasak, bu to'g'ri ish qilyapti-yu, haqiqatda shu narsani qilishim kerak degan mas'uliyatim bu men degan narsani nazariya sifatida qaraydi. Muxlisani 5 yildan keyin jamiyatda mavqei qanaqa bo'ladi? Muxlisa 5 yil oldinga qaytaylik. Muxlisa 5 yil oldin o'quvchi, o'zini maqsadini aniq qo'ya olmagan, ya'ni qaysi ma'noda, qaysi oliy ta'lim dargohiga kirsam ekan, kim bo'lsam ekan, qaysi kasb egasi bo'lsam ekan degan Muxlisa edi. Lekin hozir Muxlisa o'zgargan. Ya'ni 5 yil ichida Muxlisa nafaqat tashqi ko'rinishi, balki uni dunyoqarashi, fikrlashi va oldiga qo'ygan maqsadlari ham o'zgargan. Hozirgi kunda Andijon davlat pedagogika institutining milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishida ta'lim olib kelmoqdaman. Ya'ni 2-bosqich talabasiman. Bugungi kunga qadar o'sha aytganimdaqa rejalarim, maqsadlarim o'zgargan. Ya'ni men o'zim birinchi navbatda mamlakatimiz koriga yaraydigan kadr sifatida erishishim kerak. Ya'ni shunchaki bitta o'rinni band qilib turgan talaba sifatida emas, balki hozirdan boshlab o'zimni kelajagimni yaratishim kerak va o'zimni qaysi kasb egasi bo'lishimdan qat'iy nazar birinchi navbatda fidoyi kadr bo'lib erishishim uchun harakat qilyapman. Endi 5 yildan so'ng o'z oilamni quraman, Xudo xohlasa. 5 yildan so'ng o'zim oilamni volontyor sifatida ko'rishni xohlayman. Ya'ni u kishi ham xuddi biz kabi vatanparvar bo'lsin, nafaqat o'zini balki atrofdagilarni o'ylasin deb aytishim mumkin bo'ladi. Ushbu hozir o'zim egallab kelayotgan bilimlar, ilmlarimni amaliyotga qo'llab, huquqshunos sifatida faoliyatimni amalga oshirmoqchiman. Yoshligimdan bir kichkina orzuyim bor. Qaniydi men ham shunaqa nikoh holatini qayd etuvchi xodima sifatida ishlasam, shunchaki xayolimdan o'tkazardim, hattoki duolarimni ochmasdim. Shunchaki ko'nglimdan o'tkazib qo'yganman. Yaxshi niyat qilgan ekanman, mana bugun shu imkoniyat menda bor. Ya'ni oliy ta'limda shu yo'nalish bo'yicha o'qiyapman. Ya'ni kelajakda men aynan nikoh holatini qayd etuvchi sifatida oilalarni baxtli qiladigan bir kadr sifatida ishlashni xohlayman va ushbu faoliyatimni shu tariqa davom ettirishni oldimga maqsad qilib qo'yib turibman. Volontyorlikchi, bu ham siz bilan qoladimi? Albatta, bo'sh vaqtimda albatta volontyor bilan shug'ullanaman. Volontyorlik aytayapman, hech qanaqasiga bizga xalaqit bermaslik kerak. Bo'sh vaqtimda albatta hamma narsani o'zini vaqti, soati bo'ladi. Kunimizni to'g'ri rejalashtira bilsak, hamma narsani o'zini vaqti bo'ladi. O'sha vaqtga ham, oilaga ham, ishimizga ham, ota-onamizga ham, volontyorligimizga ham alohida to'g'ri vaqt tanlay olsak, hamma narsa o'z maromida ketadi. O'ylaymanki, kunini faqat uxlayotganlariga ham bir sutkada bir xil vaqt beriladi, bir kunda hamma ishiga ulgurayotgan insonlarga ham bir xil vaqt beradi. Shunchaki ularni to'g'ri taqsimlay olish insonning o'ziga bog'liq deb o'ylayman. 3-renessans faqat shior emas, bu harakat, o'zini qiynash, samimiy fidokorlik deydi qahramonimiz. Muxlisa Karimova aynan mana shu renessans qurayotgan maydonning yuragida turibdi. Yo'lini topgan inson dunyoni o'zgartiradi. Chunki o'z yo'lidan ketayotgan odam boshqalarga ham yo'l ochadi. Muxlisa esa ana shunday yo'lchilardan biri. Izidan esa ertangi kun yaraladi.